Qızımның xatirəsi. Bugün səhərdə uyğunubla, axşamqı hayacanlarımның yanıla şu pet urğub turğanlığını his qıldım. Balkonğa çıxıb, səhərnin sap havasıdan toyub nəfəs aldım. Bu il küz fəsli todumu yaxşı ötüvatıdı. Bəzidə hətta temperatura 20 Selsiya gradusdan işib, adamga aram bəxşlik illiq hava davam etyvatıdı. Qızımның үйі арвы дәйдіған бір дәрияның бойды боғашқа, әр қитім қызымның үйге келіп қонып қасым, сәхәрді орнымдан тұрыпла, балконға шығып, құдды түнжі қитім көріп атқандак, әтраптыки мәнзірлерге зұқ білен қарап кетімі. Бүгін мені көк асманлық uçuq bir күн күтіп алды. Сәхәрнің havası сәл соғық болсы мұ, ұйқыдың еңі ұйғанған тәнге бөсіп кіріп, адамның рухini жалландыратты. Mana, sus yeşil qaş dişi rəngidəki dərya suyu tip-tiniç iqıvatıdı. Bir neçə ödək suda erkin üsüp yürüydü. Dərya boyudaki işkirət dərəxlər, gerçi küz fəslidin bişarət berib, yap-yeşil yopurmaqlarının rəngini qızğuç, siyriq, sus yeşil degəndək rənglərə özgərtkən bolsu mu, xuddi yopurmaqlardan ayrılışqa көз qıymay, ularını məhkəm tutub alğandək, yanala şundaq məzmut görünüdü. Bu dərəxlər arasındakı piyadelər yoluğa düşkən küz yopurmaqları xuddi rənglik payandazdək bu yolğa teximi güzel bir tüs bərgən idi. Adətim boyunca işqi menişqi tərəddüdləndim. Əmma keçə uyqularımni allaq ayaqlarga qaçırıb, meni xeyli vaqtlargacha uxlatmağan tügəməz oylarga. Akşam kızım bilen bolğan söhbətlərimizə ixtiyarsız qayta şunğudum. Tönögün kəşlik tamaqdan keyin kızım bilen paranlaşıp oldurup bir kitap toğırlıq söz içildi. Kızım o kitapni kitap işkabıdan izləb yürüp qoluğa bir xatir dəftərini aldı. Xatiri dəftər neçə yıllardan beri qolğa elinmağaşqımı üstüge biraz topuçanlarımı qonğan idi. Əcəb çıraylıq taşlı xatirkən qızım, əkiləңə bir körüp baqay, dedim mən qızıqıb. Qızım xatirinin üstüne pak sürtüb etib, bu mən burun keçirib yazğan, mən ən yaxşı kördüğən şeirli apa, uzun bopdu qolumğa almağılı, degəş xatirini mən uzatdı. Bu xatirinin muqavisi biz Uyğurlarının nəqqaş sənətiga oxşab ketadigan rəsmlik taş bulub, hər xil rəngdəki çiçəkləri bilan tolğan nəpis bir parça surət bilan işləngan idi. Birinci betini açdım. Qızım özünün ismini Uyğurca yeni yazıqda, kon yazıqda və xanzuca yazıb bulub, dadısı və mening ismimni familiyalarimiz bilan qoşub kon yazıqda yazıbdı. Bu bətnin ətrafını ramkalab, güller, yıldızlarını sizib bezib, xuddi bu xatirisinin kiriş sözünü bərgəndək bopdu. İkinci betiga ötdim. Bu bətnin töt bolonğağa həm addi, həm umaq kiçik güller, o'ttirsığa kiçikdən tədrici çoğayğan halqısıman şəkillik çiçəklər sızılğan idi. Üçüncü betiga ötüşüm bilən hayranlığım xuddi deniz qırğaqlarına urulğan dolqunlardək örləşki başladı. Bu bətdən başlap, qızım sol bətgə bir parça rəsm çaplap, on bətgə şiir köçürübdü. Közüm dərhal bahar çıllayman degan temağa düşdü. Bu şiirni mən neçə qitimlap oqıған. Hətta bir neçə kupletni yatlapmı alğandım. Xalqımızның qalb төрдін орын alğan məşhur yazğıçımız, şairimiz, mərhum Abdurrahim Ötkürnің bu şiiri qahratan zimistanda ğal-ğal titregen, qançılığan жүрəklərini illatmağan. Qançılığan ümitsiz ruhlarga can berib, yeni hayat yoluğa başlamağan. Yana qançılığan kişilərgə g'ayrat, jasorat, ümid məşəllərini tutquzub, yüksək g'oyaning sərkilərgə aylandırmağan. Bu
bu bir şiirli emas, bu bir abide, bu biz Uyg'urlarning qiblanamisi. To'rt ko'plit she'rni jarangliq o'qib chiqdim. She'rni o'qib bo'libla qizimdan "Bu xotirni qachon yozgandingiz, qizim?" deb so'radim hayajon bilan. Shveysariyaga eng kelgan vaqtimda, ya'ni 14-15 yillar ilgari, siz oldirash bo'lgandan darsimni o'rganib bo'libla, shu kitob o'qig'ach yaxshi ko'rganlarimni ko'chirib olgandim, deb javob berdi qizim. Keyingi batlarni varaqlashga boshladim. Fransuzcha oddiy tildagi ikki parcha she'rdan keyin inglizcha kechir deyish hammadan tez so'z bo'lsa kerak. Ya'ni sorry seems to be the hardest word. Ondan hamma dasturayli, ya'ni all right degan ikki naqshining teksti turadi. Men qizim 3 yoshlarga kirgandila inglizcha o'rgatishga boshlagan bo'lg'ashqa, 12 yoshida Shveysariyaga kelganda fransuzchani tex bilmagachga inglizcha so'zlab maqsadini tushundira oladi. Blue, ya'ni ko'p degan bir guruhining naqshlariga to'liqmi herisman edi. Shunga bu tekstlarni ko'rib ziyoda hayron bo'lmadim. Shu chaqlarda ajoyib yaxshi ko'ratdingiz bu guruhdagi naqshchilarni. Ha opa, o'mi shundoq bir davrdi. Ondan biri turkcha tema qo'yilgan betga keldim. Yağmurlar ıslanmasın. Bu biri muhabbet naqshisining teksti edi. Qandaqlarcha bu turkcha naqshining tekstini ko'chirib qoldingiz, qizim? Qizimning javobini kutmayla ko'zim iz degan sarlabaga tikildi. Sol betiga qizimning 12 yoshga to'lgan tug'ilgan kunida biz shu kuni o'ltirib Janva ko'li, ya'ni Limon ko'li saylis qilgan paraxotning kapitani bilan tushgan rasmi chaplangan edi. O'ng betiga ulug' shoirimiz marhum Abdurahim O'tkirning 4 kuplitliq iz degan she'ri ko'chirilgan edi. Yo'q, izni she'r degandan o'tmishimizning yakuni, kelgusimizning nishoni desak, texmi to'g'ri bo'ladi. Qizim so'z boshladi. Apa, 5-6 yosh chaqlarimda menga iz va yana tugumas naqsha, ikki haykalning uchrashishi degan she'rlarni yodlatgandingiz. Cho'ng uylarga borsam, cho'ng opam, cho'ng dadamlar. Mahalliga chiqsam, xulum qo'shnilar Dilfruz izni bir o'qib beringa deb turib oladi. Bir qitim texi Yulg'un restorandagi bir xatni to'ydimu, men bu she'rni deklamasiya qilib bersam, bir necha dadash kelib menga pullarni berib ketgan. Esingizdami? Shu vaqtda o'rgangan she'rlarimni bekli yaxshi ko'rman, ham faqat unutmayman, appa. Esimda bor albatta. Qizim kichik chaqlarda o'zim yaxshi ko'radigan she'rlardan 5-6ni qizimga yodlatqizgandim. Deklamasiya qilganda cho'qim ruhliq bo'lishini talab qilatdim. Chunki men uchun bu she'rlar mashhur shoirlarimizning millatga bo'lgan cheksiz mehr muhabbati va kamolatga yetgan aql idrak tuyg'ularining mahsuli bo'lib qolmasdan, davr bo'ronlarida behuda to'kilgan qon ter badliga kelgan muqaddas asar ham tepilg'usiz ma'naviy boylik hisoblanadi. Shuning uchunmi qizimni uyda deklamasiya qildirganimda sal bo'shanliq ko'rilsa, tirkib ketatdim. Ba'zida zardim bilan "Bundaq o'qigandan ko'ra o'qimayli qo'ying. Yaxshi o'qimasangiz, bu cho'ng dadashlarga behurmatlik qilgan bo'lasiz" degan vaqtlarimda qizim darhol xuddi hozir jangga otlanadigan kichik jangchidek qaddini ruslab, bu she'rlarni qayta deklamasiya qiladi. Lekin har qitim boshqalar oldida deklamasiya qilganda bo'lsa, qilch tortinmay astoydillik bilan bir boshlab ketdimi, to'xtang, bo'ldi qiling demigicha bir necha she'rni birining keyindan birini ulab, shu qadar jonliq ham jarangliq o'qib ketadi.
Şu əslimələrim bilən jiraqlab ketib etib, nəzirim ixtiyarsız şeir ostidagi suz seriq rangda sizilgan qum barxanlarıga, suz qora ranglarda sizilgan oyoq izlariga, qizg'uch ranglik, kashlik ufuq manzaralariga oqdi. Bu ay bu kunlarda əslimo yig'lang'u bo'lib ketiyotatdim. Bu rasmni ko'rib o'zimni tutolmadim. Yoshlarim menga bo'y bermaydi. Xuddi ipi uzilgan marjandek ko'zimning hammali yerdan to'kilishga boshladi. Ham go'yo menga bizni erkin qo'yib et, bizni hozir to'kmay qachon to'ksan deb atqandek qiladi. Shundaq men qizimdan so'yinib atatdim. Qizimdan faxrlanib atatdim. Qizimdan rozi bo'lib atatdim. Qizimni bag'rimga bosdim. Biroz aslimga kelib olgandan keyin texmi qiziqish bilan batlarni o'rishni davomlashtirdim. Bu batda mashhur qo'shtilliq yozuvchimiz marhum Abdukarim Xo'janing Haykal degan she'ri. Yanda qizimning mumisi Saodat Emin opamning bo'yniga gira silib, manzillarini yiqib, kulib tushgan rasmi. Keyingi 3 batda atoqli shoir Tohir Tolibning Sulaymon Guvoh degan she'ri. Yana bir batda Abduxoliq Uyg'urning Uyg'on degan she'ri. She'rlarning har birini to'liq ham ovozimni qo'yib berib o'qib chiqdim. Keyingi bir nechbatlarga fransuzcha, inglizcha, nemischa she'rlar ko'chirilgan edi. Ondan vujudimda yana bir yangi to'lqinlar ko'tarilishga boshladi. Ko'z oldimda men o'qib baxmagan she'rlar. Nimshehitning 20 kuplitliq oldida degan she'ri. Tursunbek Ibrohimning 8 so'rtim nomliq satirik dastonidan ilingan 7 kuplitliq parcha. Danliq shoirimiz marhum Teyibjon Eliyobning Tivilg'a nomliq she'ri. Danliq yozuvchi shoir Roza Saidning Bil yurak so'zim degan 2 parcha she'ri. Bu she'rlarni men rasli bilmaydi ekanman. Birdan o'qib, xuddi bir angushtar tepib olgandek hayajonlanib so'zlab ketdim. Qizim, bu she'rlarni men o'qib baxmabdi ekanman. Bak esil she'rlar ekan. Qizim tamkinlik bilan so'z boshladi. Men bu she'rlarni bir necha qitim o'qib, yaxshi ekan deb tanlab ko'chirgandim appa. Meni dal mushundaq she'rlar "Sana ko'ydim, menga ko'yamsan, seni olmasam o'laman" degandek tetiqsiz naqshlardan jiroq tutgan. Odam kichigida olgan tarbiya bek muhim ekan. Odamga qaysi yo'lni bo'ylab ilgirlashni o'rgatadi ekan. Shu tarbiya bo'lg'ashqa fransuzcha yoki inglizcha tillarda tanlab o'qiydigan asarlarimni yerliklar yoqtirib o'qiydigan yoki adabiy ijodiyat mukofotlariga erishgan kitoblar bo'ldi. Vaqtim bo'lsa, uyg'urcha kitoblarni o'qishni qayta boshlab olsam bo'ladi. Qizimni yana bag'rimga bosdim. Rahmat qizim. Bu xotirangizdagi mundan 10 yil ilgari Әмділа 12-13 yaşlarga kirgan o'smir chaqlaringizda ko'chirib yozgan. Men hatto ko'ribmi baxmagan esil she'rlarni o'qib, bir hardoqim chiqqandek bo'lib qoldim. Gerçi ona vatanimizdan 12 yoshingizda ayrilib bu yerga kelgan bo'lsingizmi, ishonch bilan ayta olmaymanki, sizning Uyg'ur tilingiz, milliy ruhingiz, Uyg'urlik g'ururingiz vatandan ayrilmay yashayotgan tang tushlaringizninkidan ortiq bo'lsa ortiqki, hargiz kam emas. Uchqundan yong'in chiqadi degan gap bor. Sabiy chaqlaringizda qalbingizning eng cho'nqur qatlamlariga o'rnagan bu uchqunlar ilgari bo'lsin, keyin bo'lsin, cho'qim bir kuni vatanimizga, xalqimizga bir kishilik hassingizni qo'sha oladigan odam bo'lib chiqishingizga turtki bo'lg'usi.
Мен бәк хош болдым, қызым. Улық Алланың маңа сіздек бір перзент бергенеге мың шүкірләр женім, қызым. Апа, халысыңыз бір-iki şiirni үнге еліп тәйярлайлы. Burun işlеген muzikalarımdan bu şiirlarga muvaffaq keldiganlari çoqum çıqıdı, dedi kızım. Men goya dal şunu kütüp turgandek, boludu kızım şunda qılaylı, depla muzik tallashqa kirishib ketdik. Kızım 5 yaşlığa kirgende Ürümçideki Sanat İnstitutining dаңlıq pianino o'qituvchisi Xurshida Appaydin pianino dersi ilishni boshlagan edi. Aradan bir necha ay o'tib, qizimda xil ilgirlash bo'ldi. Shunga dadasining ancha qo'shilib ketmaganiga qaramay, bir pianino setib oldim. Ham kunda yendida turib mashq qildirdim. Dastlab qizimga maktabdan kelib, topshiriqlarni ishlab bo'lgandan keyin sirtqa chiqib, mahalladagi bolalar bilan birga o'ynashning o'rniga pianino oldida o'ltirib, birer soat mashq qilish ig'ir keldi. Helim esimda. Sirtda bolalarning cho'qan selib o'ynagan ovozlarini anglab, qizimning qo'li pianinoda, ammo menga yolvorgandek yig'lamsirab qarashlari. Ba'zida hatto o'zimningmi bel qo'yib atgularim kelib ketganlari. Qizim kichikidalla xuddi cho'ng odamni kichikiltib qo'ygandek bir ishni tushundirsam tushunatdi. Johillik qilmaydi. U chaqlarda men Xurshida Appayning 2 balasiga inglizcha dars beratdim. Hisobda Dilfuruzning 1 soatlik pianino darsi 2 balaning 1 soatlik inglizcha darsiga barobar bo'ladi. Xurshida Appayning bolalari to'lim umaq ham aqlliq bolalar bo'lib, har 1 soatlik darsni shundoq yaxshi o'rganib oladi. Mush tariqada bir necha yil davomlashtirib, keyin men Shveysariyaga o'qishga ketgandan keyin qizim har turli sabablar tufayli pianino darsini ham o'zi chelib mashq qilishlarni tashlab qo'ygan edi. Qizim Shveysariyaga kelib, to'liqsiz o'tirni yaxshi o'qib bitirib, to'liq o'tirga chiqqanda majburiy tanlanadigan dars qatorida yoki rasm darsi yoki muzika darsi tanlash majburiyat bo'ldi. Her ikimiz ikkilenmeyle müzik dersini tanladık. Bu kızım için burun öğrengen pianinoni qayta tepip elish, qayta öğrenish fursati edi. Men için bolsa bu yeni iqtisodiy chiqimni hal qilish uchun ko'proq ishlash, texnik iqtisodchan bo'lishning bir sharti edi. Chunki haftada bir qitim boradigan 45 minutli 80 franklik shaxsiy pianino darsini uda 2 yil davomlashtirishdan boshqa bir pianino setib olish zarur edi. U vaqtda qizimga mening tushuntirishim hojatsiz bo'ldi. Chunki u o'z ko'rib turib Men boshqalarga haftada 2 soat fransuzcha darsi yoki 3 soat fransuzcha darsi o'tgandala, qizimning 1 soatlik pianino darsining puli chiqadi. Shu tariqada har ikkimiz tang tirishib, 2 yildan keyin to'liq o'tirni bitirish dissertatsiyasini yoqlash vaqtim yetib keldi. Qizim maktab bitirish dissertatsiyasining temasini hislarimni muzikalarım bilan anglatay. Yani fransuzca mes sentiments à travers ma musique deb qo'ygan bo'lib, o'zi ishlagan 4 parcha muzika orqali o'zining xo'shallik, qayg'uliq, umidsizlik va umidvorlikqa o'xshash hissiyotlarni ifodalagan edi. Dissertatsiya baholash hay'atidagi 3 professorning oldida qizim bu muzikalarni pianinoda tamkin o'rinlab, nihoyatda yuqori bahoga erishdi. To'liq o'tirni bitirganda qizimli emas, hatto o'qituvchilarimi qizimning muzika institutida o'qishini tashabbus qilgan bo'lsa-mu, men qat'iy qo'shilmagan edim. Qizim mening puterab turg'idek asoslarimga qoyil bo'lib, muzika institutida o'qishdan voz kechgan edi. Vaholanki, qizimning ana shu to'liq o'tir maktabda o'qiyotgan chaqlarda ishlagan muzikalari haqiqatan odamning yurak torlarini titirtadigan, xiyol kaptarlarini jiroqlarga uchirib aparalaydigan muvaffaqiyatli muzikalar edi.
yana texi bir necha uyg'urcha she'rlarni yezib, o'zi ishlagan muzikaga selib, naqshini menga aytqizib, unga olgan edi. Mana hozir qizimning dal shu chaqlarda ishlagan muzikalardan tanlab o'ltiratdik. Muzikalarni anglag'ash, she'rlarni o'qib ko'ratdik. Nihoyat tezla dаңлық shoirimiz Tahir Talibning Sulaymon Guvoh degan she'riga mos keladigan bir muzikani tanlab oldik. Muzikaning ritmlari she'rga shu qadar mos kelgan ediki, xuddi saypong o'lchab kesib tikkan palto egasiga xo'p yarashqandek tuyulib ketdi. Bir necha qitim sinab ko'rib, rasmiy unga oldik. Ham oxirgi nusxasini untinsiz o'ltirib, anglab, tugaganda bir-birimizga qaradik. Her ikimizдің көзлері немленген еді. 50 necha yillik hayotımda nəhayət күчлік hayajanға толған çağlarım az болмаған. Әмма ақшамқыдек bir necha saat davam etken bu xil təsvirligisiz şatlıq qaynımıda tunca qitim örkeşleşim. Bu nemi degen esil tuygu ha? Bugün bir günüm bir taraftan işlep, bir taraftan o'ylab, to'liq jiddiy o'tgandek tuyuldi. Kechda qizim bilan bitishgunimizdek, qizimning xotirasidagi boshqa she'rlarni qizim o'zi ishlagan muzikalar bilan qo'shib, yana unga olamiz. Ishinamanki, tilga olg'uchiligim yo'q bu zarich mehnatimiz bizdan vaqtsiz ayrilgan marhum adiblarimiz. Ve aramızda bar bolsun, lekin qalamlari sundirilib, yezish huquqidan mahrum qilingan el suyar yazg'uvchilarimizga bildirgan yuksak hurmatimizning ifodasi bo'lib qolgusi. Abdori Nuriya Rahman. Muzikasini Dilfuruz Xani ishlagan. 2018-yili 28 oktyabr Cenve.